bosh og'rig'iga qarshi bir zumda ta'sir qiluvchi dori. Beeline'dan Innovatsiya Global aksiyasining yangiliklari. İlk millioner g'oliblar aniqlandi. Beeline innovatsiya loyihasida 1 million sohibi bo'ldim. Sizlar ham shu o'yinda ishtirok etinglar. Hammalarga omad tilayman. Beeline zo'r kompaniya. Beeline'dan Innovatsiya Global aksiyasi davomi bor. Husnbuzarlarni avatarka tagida yashiryapsanmi? Ularni Zenirit bilan davolash yaxshi emasmi? Zenirit ularni bostiradi. Zenirit bilan dunyoga ochiqroq qara. Dok1 Max gripp va shamollash simptomlarida yordam beradi. Birgina preparat sizga yo'talda, temperaturada, bosh og'rig'ida va tumovda yordam beradi. Dok1 Max. Yo'tal yordami bilan bronxlar tozalanadi. Yopishqoq balg'am bo'lsa ko'chmaydi va yo'tal davom etadi. Bunday yo'talda sizga Ambranol yordam beradi. Ambranol balg'amni parchalab bronxlarni undan xalos etadi va yo'talga barham beradi. Ambranol qabul qilib, yo'talsiz yengil nafas oling. Bolalarga Ambranol siropi tavsiya etiladi. Muhim uchrashuvim bor. Men shamol ekanman. Ishingiz juda zarurligida Nol Grip tabletkalari shamollash va grippda yordam beradi. Nol Grip. Наше сливочное лето маминым теплом согрето. Лето с нежным ароматом. Это наш с тобой секрет. Это вкус большого счастья, детских благодарных взглядов, солнечных моментов. Щедрое лето. Секрет настоящей хозяйки. Простамol, prostatit va prostata bezi adenomasi belgilariga qarshi kurashish uchun ishlab chiqarilgan. Простамol Uno erkaklar uchun dori vositasi. Yer yuzida yashovchi aholining ko'pchiligi yod tanqisligidan aziyat chekadi. Bu qalqonsimon bez faoliyatini ishdan chiqarishi mumkin va natijada charchoq, loqaydlik, xotira pasayishiga olib keladi. Yodamarin organizmdagi yod zaxirasini to'ldirib, yod tanqisligi bilan bog'liq kasalliklarni oldini olishga yordam beradi. Yodamarin sizning sog'lig'ingiz himoyasida. Flavonet yoqimli marina ta'miga ega sharbat bo'lib, 2 yoqilma ta'sir qiladi. Bu nafas yo'llarini tozalaydi, nafas olishni yengillashtiradi. Jigar hujayralarini mustahkamlaydi. Apkasu. Kim yozgan bo'lishi mumkin? Bu rahbarimiz o'z lavozimlariga sal yoshlik qilmayotganmikinlar? Rahbarlarni ham bejizga tayinlashmasa kerak. Bu sinovlaringiz qancha davom etadi? 5 yilmi, 10 yilmi? Biz ota-onalar farzandlarimizni orzularini ro'yobga chiqarish uchun, ularni baxtli bo'lishlari uchun sharoit yaratishimiz kerak emasmi? Yashab ko'rmaguncha odamni bilmas ekansan. O'zlari ham kuyganlardanmi deyman-a? Malika deb o'ylaganingiz qurbaqaga aylanganmi? Yaxshi qiz, nega xafasiz? Kim xafa qildi? Ayting. Qoching oyi. Birinchi o'rinda Sobirning ota-onasi bilan jiddiy shug'ullanishimiz kerak. Nazoki, qizim, 15 yil deganda endi. O'zbekiston telekanalida Imtihon seriali dushanbadan jumagacha soat 14:35 da. O'zbekiston telekanalida ko'ngillarni ohang sehri ila hayratga solishni istagan san'at ahli uchun qulay imkon fursati. Millionlar e'tibori va e'tirofidagi telekanalning eng qulay vaqtlaridan unumli foydalanmoqchi bo'lgan san'atkorlarimiz shartnoma asosida o'z ijod namunalarini Ko'ngil qo'shiq istaydi musiqiy dasturiga taqdim etishlari mumkin. Shartlar haqidagi barcha savollarga 214 1401 telefon raqamidan javob olasiz. Ko'ngil qo'shiq istaydi. O'zbek telefilm va O'zbekiston telekanalida yangi taqdimot fasli yoki yangi fasl taqdimoti. Uni ko'ngli boshqaligini bila turib, to'yga rozi bo'ldim. Opa-singillar, sizga qadrdon milliy serialning siz intiq kutgan yangi fasli.
sendan iltimos, uni yolg'iz qoldirma. Hozir juda ham tushkunlikka tushib qolgan. Oilangizga singib ketishni xohlagandim. Afsus. Nafisa, xudbinlik qilyapsan. Faqat o'z huzur halovatingni o'ylayapsan. Opa, to'g'risini ayting. Bola nima bo'ldi? Men bu amakani taniyman. Bir gapni aytishim kerak. Rasul aka shu yerda. Shu kasalxonada ishlaydi. Ikkimizni ajralishib ketishimizga ishonmas edim. Lekin uchrashmayotganimizga ham 2 oydan oshibdi. Men ham siz singari ko'ngli yo'q insondan umidvor bo'lib yuribman. Nega birdan yana aynib qolding? Birovni hayoti o'yinchoqmi senga? Bunaqasini hali hech kim kiymagan. Chiroyli, a? Dadam uchun. Dadajonim uchun uyingizga qayting. Eng bardavom va eng qiziqarli serialni birgalikda kuzatib boramiz. Dushanbadan jumagacha har kuni